U bulqazımcakmış mevlik bağlığa son jiqachning zini bormi yo'qmi? Bununğa vaqt qarash kerak birinchidan-chu. Qanday degan vaqtimizda hozir mana 6-oyninkiga 13-14lar bo'lib qolgan tudi. Lekin bu yerda dehqon do'stlarimiz yanilama suvni nayte jiq miqdor ichib bordi. To'g'ri. Bu ichib o'tgan suyimiz endi qanday ziyon qildi degan vaqtda kunduzlik temperatura 35 gradusni ichib bordi ba'zi vaqtlarda. Yer yuzi temperaturasi uningdan yuqori ketdi. Bunda bo'lganda itiz qo'ygan suvlarimiz haddan ziyoda qizib ketgan vaqtda mayli mevlik bog'larimiz bo'lsin, mayli musho tergan boshqa mana shu qizilchiq o'xshash boshqa xil ziraatlarimizningki tuy qismini qaynoq suv quygan o'xshash bir xil ziyon uchratadigan avval chiqib chiqdi. Shunga suv quygan vaqtda biz birinchidan suvningki miqdoriga diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Ikkinchidan suvningki suv quygan vaqtimizningki attigini yoki oqshimi temperatura favqulodda yuqori bo'lib ketmagan sharoitda ishtik singishib ketgidek tuproqimizningki usab ketgan qismi yoki ziraatlarimizning usab ketgan qismini ma'lum darajadagi namlik bilan yoki suv bilan to'liqli darajada bo's bo'ladi. Undan yuqori ichib ketgan vaqtda tuproqlarimizda yoki shu ziraatlarimizda mushtayliqi yuqori temperaturadan zaxmlanish kelib chiqib ziraatlarimizga nisbatan biz ma'lum darajadagi ziyonni keltirib chiqaramiz. Shunga dehqon do'stlarimizga tavsiya qilganimiz suvning miqdori bilan vaqtiga diqqat qilsak boshqa jihatdan cho'ng ziyoni yo'q.